Девочки, hammaga salom. Bugungi vlogimizda uy yig'ishtiramiz, o'zimizga ovqat qilamiz, ketradivizme qilamiz va ko'chaga shopping qilish uchun chiqib kelamiz. Eng birinchi navbatda uy yig'ishtirishdan boshlaymiz, keyin esa cho'milib yuzimizga ovqat qilamiz. Men o'ylaymanki, birinchi uyni обязательно yig'ishtirib olish kerak, shunda как будто meni ko'nglim tinch bo'lgandek bo'ladi. Ot, ketdik qizlar. Fonga nimadir eshitishga qo'yib qo'yamiz. Agar fonda nimadir bo'lmasa, men zerikib qolaman. Xo'p. Nimadir qo'yib qo'yamiz. Великолепный векni qo'yib qo'yamiz. Meni mushkullarimni qaranglar. Ikkalasining o'tirishini. Comedy Clubni qo'yib qo'yamizmi? Или Anthony Yulay. Xo'p, endi ko'ramiz. Uyimizni do ahvoli. Bu yerda idishlar yuvilmagan, narsalar o'z joyida emas. Mushullarimni fontanchika bilan ovqat beradigan mashinkasini ham yuvib qo'yishim kerak. Menimcha idish yuvishdan boshlaymiz. Qo'limizga обязательно перчатка kiyamiz. Chunki qo'limiz juda ham tez quriydi, shuning uchun обязательно ishlatishimiz kerak perchatka. Endi plitaga navbat. Plovkada yuvaman. Koreyada bitta narsani yaxshi ko'raman, shunaqangi yopishqoq skleykalik pollarni tozalashga, pollarni sochdan или mushuklarni kuchuklarini junini tozalashga yordam beradigan shunaqangi skleyka narsa bor. Poldagi sochlarni, mushuk junlarini tozalaymiz. Qaranglar, bu yerda qancha soch, qancha mushukni junlari, polnocha hammasini bitta nimada tozaladi. Buni esa qilib turib olib musiqaga tashlaymiz. Yangiday dalshi ishlatishda davom etamiz. Shu orada kirlarni yuvishga tashlab yuboramiz. Birinchi qora kiyimlardan boshlaymiz. Kirlarni tashlab yuboramiz. Agar kam kir bo'lsa, men kapsula ishlatishni yaxshi ko'raman. Shu yoqdagi bittagina kapsulani tashlab yuboramiz. Va eng sevimli konditsionerimdan biri. Buni ko'rchanglar, bu yerda 20 litrligi bor. Shuni ishlatamiz. Ko'pchilik aytadi, konditsionerni tipa kir yuvib bo'lgandan keyin yana bir marta yuvdirish kerak deydi. No, men erinib ketaman u narsaga, shuning uchun просто tak hammasini solib turib ishlatishga jo'natib yuboramiz. Xo'p, men standartda yuvaman. Mening mushuklarim qayerga borsam o'sha yoqqa borishadi, buni qaranglar. Xo'p, zalni полностью yig'ishtirdim. Endi robot plisosni ishga tushirsam bo'ldi. Endi navbat spalni bilan meni xonamga. Xonamni holini ko'rsanglar. Mayli, yig'ishtiramiz. Xonamni do ahvoli. Hamma joyda narsalar. Menga sabr. Shuncha narsani yig'ishtirib chiqish kerak endi. Menimcha tualetni stolikdan boshlaymiz. Hamma uxotoviy kosmetikalarni bu yoqqa qo'yamiz. Qaraychi, men vitamin C yaqinda bunga obzor qilaman, вообще zo'r ekan. Tualetni stoligimiz ham tayyor. Endi esa bu burchakka o'tamiz. Bu shunaqangi milashka nimada bizda dokumentlarimiz bo'lishi kerak. Hammasini bitta qilib olib qo'yaman. Lagon brendidan kelgan sovg'alarimni saqlab qo'ydim. Shunaqangi korobkasi ham даже menga yoqyapti. Va bu yoqdagi aksessuarlarni ham to'g'ri joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Qaysimni chiroyli qilib qo'yaylik. Mana shu yoqdagi simlar shunaqangi yoqmayapti. Asablarim buzilib ketadi. Qayerga qo'yishni bilmayman bu simlarni. Endi bu yoqdagi birinchi sipochkalardan boshlaymiz. Chiroyli qilib to'g'rilab qo'yishni. Ana sizlar uchun 1 sekund bo'ladi bu. Вот, hammasi endi o'z joyida. Endi рабочий stolimni tozalashga o'tamiz. Menda обязательно ermak qurti bo'lish kerak. Bo'lmasa bu qurtsiz yasha olmayman. Keyin mana bu zvochkasiz mentis, без сахара. Keyin mana bu Koreyadagi Trevi suv uchun. Bu как боржомиga o'xshab ketadi. Xo'p, bu yoqni ham tozalab oldim. Девочки, yana bitta mana bu narsani qaranglar. Bu bugun keldi. Meni ismim tushirilgan neonoviy выставка. Va shu yoqyapti o'zimga. Bu yoqda ham meni ishlaydigan zonam. Endi robot plisosni ishga tushirib, полностью ozroq dam olsam bo'ladi. Shu bilan endi bemalol cho'milib, yuzimga ovqat qilib, make-up qilib, kiyinib ko'chaga chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, zavtrak qilamiz. Kofe damlab oldim o'zimga va bu yerda shirinliklar. Yaxshi ko'rgan blogerimni fonga qo'yamiz-da. Zavtrak qilamiz. Bounty, u O'zbekistondan jo'natishdi menga. Bilaman, chunki Koreyada bounty topish juda ham qiyin. Xumdan bo'l. Bu shunaqangi sharikchalar, ichida shokoladi bor. Вот, они вкусные.
Yuzimni endi yuvib olamiz. Men ikkita produktni ishladim. Lagun brendidan Cleansol, betni penkada yuvib olish uchun va Glinining maska. Короче, men hozir betimni yuvib olaman-da, keyin Glinining maska surkab, cho'milishga kirib ketaman. Penka judayam mayin betni yuvib beradi. Betimni quritib oldim. Endi Glinalik maskani ishlatib ko'ramiz. Qaranglar. Betimni hamma joyiga surkamadim, chunki yuzim qurishi mumkin. Endi cho'milishimga nima ishlatishimni ko'rsataman. Bular shampun va soch uchun treatment. Subakita Nikolasiya. Вообще zo'r produktlar, sochga shunaqangi zo'r ob'yom beradi. Balzami esa sochimni mayin qilib qo'yadi. Cho'milish uchun esa menda ikkita variant. Bu Tesoro de Orientadan sakuralik giltila dusha вообще hidi zo'r iriskani hidi bo'ladi. Va ikkinchisi scrub, Trihatdan meni eng sevimli scrub bu. Вообще дорогой dushlarni hidi keladi. Девочки, men dushdan chiqdim. Havo qandaydir issiq. Issig'ancha boshlandi biz tomonda. Buni qaranglar, yuzim ozra Glinining maskadan keyin qizargan. Endi birinchi navbatda betimga o'qit qo'yib olishim kerak, SPF ishlatib, chunki bugun ko'chaga chiqishim kerak. Uyda o'tirsam unaqangi ko'p SPF ishlatmayman, chunki SPF ni yuvish shunaqa yomon ko'raman. Ketafilka ishlat, mislarka ishlat. Короче. Xo'p, birinchi navbatda toner misdan boshlaymiz. Qaranglar, qanaqangi yaltirish beradi. Обязательно qo'limizga antiseptik ishlatishimiz kerak, chunki yuzimizni ushlaymiz. Вот. Xo'p, menda 3 xil serum bor. Bugun qaysi birini ishlatamiz? Super yuzni tinchlantiradigan, yuz baryerini to'g'rilaydigan doktor Altayyaniki va обычный базовый Skin 1004 dan ampulalik serum. Menimcha yuzim ancha qizargani uchun buni ishlatib qolaman. Agar sezgan bo'lsanglar, men har doim oddiy kamerada video olishga harakat qilaman. Qanaqadir kosmetika brend menga nimadir jo'natsa, meni yuzimda ko'rish kerak u natijasini. Agar natija вообще bo'lmasa, men reklama bergan odamlarni videosini qo'ymayman. Ila qaytadan o'zlariga jo'natib yuboraman. Вот. Serum singishi uchun ozroq betimizga suramiz. Menda 2 xil krem bor. Bu Doktor Altayyadan 345 va Silimaxdan dog'larni yo'q qiladigan krem. Niacinamidi bor. Menimcha buni ishlataman, chunki yaxshilab qarasanglar, dog'larim bor. Shunaqa ko'rinishda juda ham quyuq kremga o'xshaydi, no, lekin momentalno singib ketadi. Men svetni o'chirib qo'yay. Asabga tegyapti. Слишком xunuk svet. Hop, endi SPF ishlatamiz. Meni SPF'im Izentri'dan Gyaluron kislotalik SPF. Yuzim yaltiraganini qaranglar. Xo'p, endi bo'yinga SPF, men bo'ynimga alohida SPF ishlataman. Outlap'ni SPF'ini bo'ynimga, qo'llarimga ishlataman, chunki quyuqroq SPF anosi kam. Barakali anchaga yetadi. Shuning uchun bo'yinga, qo'lga shunday qilib ishlataman. O't ko'ryapsizlarmi? Ozgina ishlatsanglar ham rasaras xuddi kam. Shu bilan menda yuz o'qoti tugadi. Endi sochimga. Девочки, endi sochimga navbat. Eng birinchi navbatda termozashita. Mana shu Koreyada eng yaxshi termozashitalardan biri. Удобно, moy ko'rinishida. Полностью surtib chiqaman. Va sochimni mayin qiladigan treatment water ishlataman. Qurigandan keyin voобще zo'r bo'ladi.
Вот. Sochlarimga ham uxlat qildim. Endi quritib olsam bo'ldi. Dysonning oddiy nasotkasini ishlataman, keyin men busini, soch tarog'ini. Bugun просто tak sochimni oddiy qilib turib tashlab olaman. Jingalak kerak emas. Sochlarimni ildiz tomonini полностью quritib oldim va taglari ozroq ho'l. Shuni endi tarab qo'ysam bo'ldi. Nasotkasini qo'yamiz. Sochlarim ham tayyor. Menga shu holatida ko'proq yoqadi. Endi turmush o'rtog'im kelgunigacha uyda zerikmasdan o'tirib turishimiz kerak. Shuning uchun o'yin o'ynashga qaror qildim. Men kechada bir haftalardan beri Genshin Impact o'ynayapman. Va shu yoqayapti menga. Sizlar bilan hozir o'yin o'ynaymiz. O'yin o'ynaymiz endi. Xo'p, men Genshin Impactni ham ochib bo'ldim. Hozir men sizlarga giroylarimni ko'rsataman. Menda 4 ta hali uchasnik bor. Boshqalari yo'q. Boshqalarni ochib olganim yo'q. Siz kim tez o'ynash kerak u narsaga, men o'yna olmayapman unchalik. Birinchi o'yinim. Tushunasizlar degan umiddaman. Undan oldin такой детский игрlar ko'p o'ynaganman. Вот. Вот, buni qaranglar. Hop, birinchi buni Liya deb nomlaganman. Keyin menga yuzingni ko'rsat. Вот она моя красавица. Hop, ikkinchisi bu Ember. Вот. Uchinchisini ismi Liya Sky. Hop, eng to'rtinchi memberimiz. Buni ko'proq o'zi bor. Dilyuk ismi. Bu 20-urovnga chiqqan. Kuchli igrok. Hop, endi o'ynaymiz o'yin. Kettu. Yo'qa. Qani sunduq bor edi. Sunduqni ochishimiz kerak. Kecha turmush o'rtog'im ozroq o'ynab turib sunduqni ochishga yordam bergan edi. Hop, sunduq tomonga ketdik. Qaranglar, yangi xiram ochildim. Qaranglar, yangi xiram ochildim. Одиночный режим. Начал. Turmush o'rtog'im keldi. Endi birga sizlar bilan marketga boramiz. Marketga. Mashinaga ham o'tirib oldik. Endi uyga kerakli narsalarni olishga ketdik. Magazinga ham kelib oldik. Kirib kelishda qanaqangi chiroyli bularga qaranglar. Mana u gul menga rosa yoqadi. Kelishkani olib turib ketdik. Tarvuzlar. Sabzavotlar olamiz. Qaranglar, nima topdim? Dolchaga o'xshayapti. Dolcha bo'lsa kerak o'sh.